Assalomu alaykum. Sevimli azizlar, qanavinglar yaxshimi? Qum bosgan shahar romanini men kichik chog'larimda bak tushunib-tushunmay, shu 10 yosh chog'larimiz bo'lsa kerak. Shu anglagan chog'larimdami oxirini qachon o'qa deb ashunday bir tashnalikda o'qigan. Men sizlarga buni o'qishdan burun bir qatim o'zim o'qib bo'ldim. Arada to'rim yaxshi emas degandek. Hozir yana shundoq kechqurunda jimjit bolalarni uxlatib o'qimsaq tez to'xtarkan. Davomini hozir shu kechada o'qishni boshlaymiz. Qum bosgan shahar 18-bob. Xudo bergan hamroh. Safar uyg'onib ko'zlarini yo'g'on ichib atrofiga qaradi. Egizda ko'k osmon, uning ostida ujum yopirmoqlari ko'rindi. Hamma yoq jimib ketgan bo'lib, akalarining vangchungi anglanmaydi. Safar hayron bo'lib o'rnidan turdi. Akalarini izlab u yoq bu yoqqa yugurdi. Atrofda hech kimning qarisi ko'rinmaydi. Safarni yolg'izlik vahimasi va qo'rqinchlik bostida varqirab yig'laydi. Aka, aka. Uning kuchak varqirashlariga hech tarafdan javob bo'lmadi. Atrofdan tushning tinjiq ketmagan bo'lib, issiqdan poyonsiz cho'l huvuldab turadi. Ba u yoq bu yoqqa yugurib, yana bu atrofga birdan-bir soya tashlab turgan ujumining ostiga qaytib keladi. Ba'zida u o'zining akalarini yolg'izlikdan unutib qolib, sakrab yurgan cheketkilar, tirishib o'siq to'shayotgan chumullarga qarab turib qoladi. Ujumi terib yeydi. Bileydek siyliq dumbilarini paqirtib, g'ilpal o'tib ketadigan kaslanchukni ko'rib cho'chib ketadi-da, yana yig'lashga boshlaydi. Aka, aka. Bargan sir ujum soyasi uzrab, kun g'arbga qiyshishga boshladi. Safarning aka, aka deb varqirgan ichinchlik ovozi keng bo'shliqqa yeyilib, qumliqlarga singib ketayotgandek qiladi. Safarning yig'laverib yoshlari quridi. Shu chog'da yiroqdan bir eshaklik kishining qarisi ko'rindi. Saqalliq kelgan bu odam eshikini devitib qandaqdir bir naqshiga g'ing'ishib keladi. Uning eshiki xo'jayinning payqirib tirishgandek ushshaq chamdab siliq yo'rg'alaydi. Eshakning tuyoqlaridan ko'tarilgan oppoq chang tutundek yeyilib orqada qoladi. Eshak tuyuqsiz to'xtab, buvayning naqshisini uzib qo'ydi. U hayron bo'lib eshikka qaradi. Eshak qandaqdir bir chog'larda bu yo'ldan o'tgan kishi birodarining tizigini burab, uningdan olgan lazzatni butun badaniga singdirmoqchi bo'lib, tumshug'ini osmonga ko'tarmoqda edi. Buvayning nimalarida g'udunshib, eshakni urmoqchi bo'lib ko'targan qo'llari havoda esilib qoldi. Uning quloqiga yiroqdan kimdir birining varqirgan ovozi anglangandek qilgan edi. Eshakni quloqlarini ding qilganicha oldiga tikilib turadi. Aka, aka. Endi buvay ovozini anglagandek qildi. Bu cho'lda ko'ni tugmanning qishida nimaning ovozi bu? Xudoga omonat, bu yerda azaldan tekshi joy bo'lmaydigan, bizni insijin chaqiratmaydigan-da, deb pichirildi buvay o'z-o'ziga. Aka, aka. Yo'q, bu bir kichik bolaning yig'i ovoziga o'xshamdi qandaq, dedi buvay. Qo'lini soyibon qilib turib, to'rt atrofiga qaradi. Ko'ni tugman tarafda birining yugurib yurganligini ko'rdi. Bu ko'p kunduzda naning jini odam bo'lsa kerak, dedi-da, eshakning beshini buridi. Buvay kichik bolaning ovozini aniq farq etdi-da, eshikini tiqimdab ittigladi. Safar yiroqda paydo bo'lgan qor narsini ko'rib turib qoldi. U ham qo'rqadi, ham yanida kim bo'lsin bir kimning bo'lishini izlaydi. U yiqilib kelayotgan eshaklik odamni ko'rib, yig'isini to'xtatdi. Umid bilan oldiga tikildi. Uning ko'z yoshlari yuz-ko'zini o'rlagan, vaqirab uni putib, holidan ketay deb qolgan edi. Oq yuzlik kelgan, uzun kirpiklari orasida yosh tomchilari yaltirab turgan bu bola shunchalik chiroyli va o'moq edi. Buvay ochiq dalada ko'z oldida paydo bo'lgan bu mo'jizaga hayron bo'ldi. Bu odamsiz dashtda ko'ni tugmay yanida nima qilib yurgan bola bu? Buvay eshakdan irg'ib tushib, bolaga quchoq ochdi. Safar bir dassab, ikki dassab uningga yaqinlashdi. Yig'lama o'g'lim, kimning bolasisan? Bu yerga qandoq kelib qolding? Bola buvayning savollariga tushuniksiz javob berdi. U qandoqdir bu yerga o'zini o'ynatqili kelgan akalari, ularning dugilak bir seriq narsani sanashqanlari, keyin nimalardir deb vaqirashqanlari,
Özünün ujum yeganligi, keyin uxlab qolganligi haqida so'zlaydi. Seni ko'targan akalaring qani? Ha, sen uxlab qopsanmi? Sen ujum yeyotganda ular nimani talashgan? To'xta. Ular seriq, mana bundaq tugilak narsalarni sanashdimi? 9 9 deb vaqirashqanmi? Buvoy baladan shundoq savollarni so'rab, uning bir-biriga ulashmaydigan gaplaridan bir mazmun chiqargandek bo'ldi. Bala issiq va yumshoq qo'rsaqlarini buvoyning tizig'i tekkizib, budruq qo'llari bilan uning saqini o'ynaydi. U endi o'zining qo'rqinchini unutgan edi. Oldida paydo bo'lgan bu odam uningga o'zining soqollari bilan qog'iliq bog'da har kuni qo'yniga kirib yotadigan eslatdi. Ehtimol, sening akalaring bu cho'lda ketibdi. Balkim dal musha eski tugmanning ichidan yoki bu qari ujmi darxi ostidan nurg'un oltinlarni tepib olgan bo'lsa kerak. Oltin shundoq. Insonning aqlini elashtirib, ko'zni qora qilib, esini xiralashtirdi. Shuning bilan xushalligida ular seni unutib ketib qolgandi. Deb muloyisini davom qiladi buvoy chapinning peshi bilan balaning yosh yo'q yuzini surtib turib. Sen qanday qilib uxlab qolgan eding? O'zing uxlab qoldingmi yoki akalaring papilab uxlatib qo'ydimi? Yoki bo'lmasa sizlarning hammanglarni birasi epsini o'qib uxlatib qo'yib, akalaringning tepib olgan narsasini aketdimi? Undaqda akalaringmi mushu atrofda bo'lish kerakdi-ku? Yuri, biz qarab boqayli. Buvoy balani agashtirib kon tugmanning atrofini to'liq bir aylanib chiqdi. Yiroq yaqinda odamning qarsi ko'rinmaydi. Bala to'xtamay akalarining gapini qiladi. Ularning bir nimani 9 deb sanag'anligini aytadi. Turibla esa deb ketadi. Ko'nglingni buzma o'g'lim. Mana men sening yoningda turibdiman-ku, deydi buvoy. Sening 9 deganingga qaraganda akalaring tepib olgan narsalar balki 9 tilla yoki 2 9 18 tilladi. Yoki bo'z 99 yoki 900 ming tilladi. Sen bilmaysan. Bu 9 to'lim ulug'san. Qara. Biz hammamiz anamizning qo'rsiqidan 9 oy 9 kunlik muddatni to'shqizib, andan yo'ruq dunyoga tushimiz. Har qancha ulug' shohlarg'imi 9 tal deymiz. Shohlarg'imi 9 ta'zimli qilamiz. Hammanimiz tal kishilarni 9 tal deymiz. Uni tal bo'lish faqat ulug' Allohga xosdir. Balkim sening qo'sqing ochqandi. Su deb qurgan lavlarini yaladi Sapar. Isim qursin deb eshik tarafga burildi buvoy. Buvoy xurjindan yog'och cho'chakni elib, eshik ustidagi tulumdan suv qo'ydi va balaning qo'liga yana bir parcha non tutqizdi. Bala ilib qolgan suvni tashnalik bilan simirdi. Ondan qo'lidagi nonni ishtaholi bilan yeyishga boshladi. Uning chiroyiga endi oftobdek ochiq kulki yomg'irgan edi. U to'limi yiqimliq, kishining ma'sliga kelgudek o'g'il edi. Kim biladi deb o'yladi buvoy. Bu bala Xudo mening yolg'izligimni nazarga ilib, osmonning o'zidan oldimga tashlab bergan bir hamrodir. Men uni akitishim lozim. Heyli kun o'tirib qorong'i tushdi. Bu yerda balaning qo'rqib yurib yerilishi yoki uni cho'lning bo'ri qoplonlari yeb qo'yishi mumkin. Qandoq o'g'lim, mening bilan ketamsan? Akalaringning esi kelsa, o'zlari kelib izlab topa. Bo'lmasa, sen mening o'g'lim bo'lsan. Bo'lamdi? Yuri. Bala buvoyning orqasidan yugurdi-da, eshakning yeniga kelib to'xtadi. Buvoy eshakning ustidagi ushliqni boshqadan tuzab, avval balani ko'tarib ilib mingizdi. Orqasidan o'zi mindi. Sapar shu topda hammani esidan chiqargan bo'lib, eshakka minganga xushal edi. Bu ajoyib hayvonning ushoq qadam ilib kishini teksh tavirtib mingishi, turib uzun quloqlarining birini egiz, birini past qilib midiriltib qo'yishlari uningga to'limi qiziq tuyuladi. Ularning oldida yiroqqa so'zilgan cho'l yo'li so'zilib yotadi. Koni tugman va qari ujmi bo'lsa, bag'an siri yiroqda qolmoqda edi. Buvoyning kichik balaning ovozini anglamaganiga uzun yillar bo'lgan edi. Shu topda uning qalbida illiq bir eqim davolg'oydi. U og'iz besilmay balaga parang qilib mangmoqda edi. Xudo qorig'ini ko'zidan ayirsa-mu, aslini ayirmabdi degan mana shu. Men qerib, sanga o'xshash bir hamrohga tashna bo'lib yurganimga uzun yillar bo'ldi. Har namozimda Xudodan tilaytdim. Yaratgan egam talabgorlarni mana bugun talabim ijobat bo'pti. Ras, sening isming nimada?
Bala buvayning savollariga javob bermadi. Eshekning bir xil tamirinib menishi bilan uningga harg'inlik yetib, buvayning qo'sqiga beshini terginicha uxlab qolgan edi. "Bo'pti" deydi buvay so'zini davomlashtirib. "Bo'lmasa sening ismingni cho'l yigit deb qo'yaylik. Chunki sen menga mushu cho'lda uchirding. Bizning bu cho'l mo'jizalarga boy. Balkim sening akalaring bu cho'lda qandoqdir bir g'oyibona xazinalarga yo'liqib, aqlni yo'qotgandir. U boyliq shuncha ko'p bo'lib, ular to'qqiz deb sanabmi tugatolmay qolishgandir. Odamlar mundaq tasodifiy boyliq yo'liqqanda ba'zida Xudoni unutib qoladi. Yoki sening akalaring yoshroq bo'lsa, chiroyli bir cho'konning orqasini ergishib ketib qoldimi ya? Xotinlarning o'zimi bir izzatqu. Buning hammasi Allohning taqdiri bilan bo'layotgan ishlar degina. Taqdir bir sabablar qilib seni akangdan ayirdi. Yana bir sabablar bilan ikkimizni bir-birimizga uchrashtirdi. Bo'lmasa nima uchun mening ishkim dal koni tugmanning yinoq kelganda to'xtab qoladi va men qanday qilib shuncha yiroqdan sening varqirgan ovozingni anglab qolaman? Shundoq qilib, eshikli buvay safarning ismini cho'l yigit qo'yib qo'ydi. Buvay yosh vaqtlaridan tartib mushu cho'lliklarda ovchilik qilib, bozorga o'tin akirib setib tirikchilik qilgan edi. Mushu atrofda cho'l yo'llari kesishadigan bir yerda hozir uning bir choyxonasi bor edi. Choyxona nihoyat hayvatli yo'g'onig'idan 3 tup to'g'roq yeniga o'rnashgan bo'lib, kishilar u yerni 3 to'g'roq deb atashadi. To'g'roqlarning yupurmoqlari buvayning choyxonasi atrofiga quyuq soy tashlab turadi. O'tinchilar cho'l yo'llarida anda-sanda o'tishib turadigan yo'lovchilar bu yerda to'xtab, uloqlarning to'shbog'larini bo'shatib, o'tga qo'yib, choy ichib o'tib ketadi. Bu atrofdagi shalong o'sgan to'g'roqlar bir zamonlarda bu joyda shoqirab eqib turgan iqin suvlarning bo'g'anligidan xabar berib turadi. Hozir bo'lsa atrof poyonsiz qumliqqa aylangan edi. Jira qaptallarda yana qumush, jig'on, tibilg'a, yulg'un, qo'ng'iroq tikanlar uchrab qoladi. Boyning choyxonasi yenidagi baraxsan o'sgan bir tup yulg'unning tubida mo'jizadek bulduqlab chiqib turadigan bir buloq bor edi. Buloqning suyi atrofdagi qumga singib ketadi. Buloq atrofidagi namlashgan yerlardan ko'klab chiqqan yosh to'g'roq notlari, ushoq yulg'un shoxlari buloq suyini to'rab, uni to'pichang va yot ko'zlardan saqlab qoladi. Tomuz gulleri bu buloqning suyi shunchalik muzdek va ta'mlik edi. Bu oyning oshu buloq suyida qaynatgan chayni ichgan yo'lovchi bir o'ltirishida bir qancha chaynakni bekor qilib, tarlarini eritib, buklikka tashlangan kigizda birdam yonboshlab ko'z yumatdi-da, ko'zini ochganda o'zining hordiq chiqib, paydek yip-yeniq bo'lib qolganligini his qiladi. Ba'zi kunlari kech qolgan yo'lovchilar bu oyning choyxonasida qoladi. Елында чай içip mangan yo'lovchilarning qochquchilarni yig'ishtirayotgan mo'may yiroqdan eshaklib kelayotgan bo'yini ko'rib yo'l ustiga chiqdi. Bo'y kelayotgan bo'y yaqinlashganda uning eshik oldida o'tirgan kichik bolani ko'rib hayron bo'lib, ixtiyorsiz qo'riq bosgan yuzlariga kulki yugurdi. Bir zamonlarda bo'y mo'mayning bir qiz, bir o'g'li bo'lgan edi. Ularning o'g'lini qarchichak ekkatdi. Qizi bo'yiga yetganda bir kambag'al yigitga yotliq bo'ldi. Qizi bilan kuyovli dastlabda ularni pat-pat yo'qlab kelib turadi. Keyin kuyovli tirikchilik izlab oilasini ilib yiroqlarga ketib qoldi. Mana shuningdan biri ular yolg'iz edi. "Voy xudoyim-ey!" deb bo'yning oldiga yugurdi mo'may. "Bu kimning bolasi? Nimancha tatliq? To'xtasizlar, avaylasizlar, bolani men olay." Mo'may Saparni quchoqlab ilib yerga qo'ydi. Sapar qop-qora, namxush ko'zlari bilan bu mehribon odamlarga hiyiqmay qaraydi. "Bu kimning bolasi?" deb so'radi mo'may bolaning atrofida parvon bo'lib. Xudoyim bergan xotin. Qani chiyinni tayyorla. Tiqishtirib qo'ygan tatliqlaringni, meg'iz qoqlaringni chiqa." "Choy tayyor. Xudoyim tova, zodi nima deydiganlar? Bu zodi kimning bolasi?" "Xudoyim bergan dedim-ku", dedi buvay Saparni ko'tarib kelib kigizga o'ltirg'izib turib. "Xudoyim bergandan bizning bolamiz bo'ladi-da." Xudoyim berganlar deydi-ku mavu odam. Yilimi Xudoyim qandoq berdi uqtiribroq demamla. Yo'lda shundoq kelib deb yig'i ovozni anglab qoldim. Yaqinlab berib qarsam, ko'ni tugmanning yendiki ujum soyasida mushu o'g'il turibdi. Xudoyim berdi degan shu. "Voy xudoyim-ey, mavi odam haqning bolasini ko'tirib kelgan o'xshamamdu. Bolaning onasi shu topda qanchalik sekpar bo'lib ketayotgandi. Nimda voysaydiganda ma xotin. Mening seningchilik aqlim yo'qmidi? Emsi sizlarga bekordan-bekorga uchrab qolgan bola nerda turibdi? Hey, da'vatman-ku. Ko'ni tugmanning yenda yig'lab turibdi ekan. U atrofda nerda odam bo'lsin, balki biror karvondan esib tushib qolgandi yoki biror tashlab ketgandi. Mayli emasmi?
egiz chiqib qolsa salomat topshirib beramiz. Bo'lmasa o'g'il bizning. Ha, bo'pti, xap bo'lmasizlar, dedi mo'may o'zining chechakda o'lib ketgan o'g'lini eslagunicha bolaga ma'sli kelib qarab. Bu o'g'il bizning rahmatli To'mirxonga shunday o'xshaydi ekan. Bolaning ismi nima ekan? İsmini bilmedim. Bayman yo'lda kelib uningga cho'ligit deb ism qo'yib qo'ydim. Voy qo'ysizlar, shu ism bo'ldimi? Dedi mo'may. Uning ismini Hamra qo'yayli. Cho'ligit deganimning sababi deb tushundirdi buvoy mo'mayga. Manga o cho'lda uchirdi. U yana mushu cho'lda o'sib cho'ng bo'ladi. Çayxanның biri bulunğa qo'yilgan kona sanduqdan meg'iz qaqlarni ilib dasturxonga tugayotgan mo'may cho'ligit degan ismga zodila rozi bo'lmadi. Hamra bo'lsin, deydi u. Xudoyim buyurib, bu bolaning egiz chiqmay qolsizlar, qirg'anda u bizga hamra bo'ladi. Qo'ya bo'ldi. Cho'ligit dedimmi, cho'ligit, dedi buvoy tarsaliq bilan. Bu talash tortish bilan buvoy bilan mo'may yana qizirishib qolib tasliq qoldi. Safar bo'lsa, mo'may to'kkan tatliqlarga bahuzur eg'iz tegishga boshlagan edi. Bu bab nishada oxirlashdi. Davomini davom etib qo'yamiz. Allohga omonat.